Bu oddiy tepalik emas. Castle Rock qadimgi vulqon qoldig'i. Edinburgda borish kerak bo'lgan joylarni qisqacha aytib o'tsam. Birinchi joy Dean Village. Bu joy hozir sokin, chiroyli, o'rta asr ertagiga o'xshaydi. Lekin bir paytlar butun shaharni non, un, tegirmon bilan ta'minlab turgan. Hozir esa shunchaki Instagram uchun juda xavfli joy. Kirib kelasiz-u, chiqqingiz kelmay qoladi. Ikkinchi joy Royal Mile. Bu Edinburgning eski shahardagi eng mashhur ko'chasi. Bir tomonda Edinburgh Castle, boshqa tomonda Holyrood Palace, ya'ni qirollar, cherkovlar, turistlar va bagpipe ovozi bitta ko'chaga yig'ilgan. Agar Harry Potter dunyosini qidirayotgan bo'lsangiz, mana shu ko'chadan boshlash kerak. Uchinchi joy Kelton Hill. Bu yer Edinburgni tepadan ko'rish uchun eng zo'r nuqtalardan biri. Tepada esa Afinadagi Parthenondan ilhomlangan National Monument bor. Faqat bitta muammo, uni tugatishmagan. Shotlandlar buni Scotland's Folly deb ham atashadi. Ya'ni ular qadimgi Gretsiyaga o'xshamoqchi bo'lishgan, lekin byudjet to'g'ri kelmagan. To'rtinchi joy Edinburgh Castle. Mana shu baland tosh ustidagi qasrni ko'ryapsizmi? Bu oddiy tepalik emas. Castle Rock qadimgi vulqon qoldig'i. Millionlab yil oldin bu yer portlagan, sovigan, toshga aylangan. Keyin odamlar kelib, zo'r joy ekan, qasr quramiz deyishgan. Strategiya uchun yaxshi, dushman chiqolmaydi. Hozirgi kunda esa turistlar bemalol chiqadi. Agar siz ham Shotlandiyaga borishni xohlasangiz, lekin qayerdan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, Noyob Travelga murojaat qiling. Bizning sayohat ekspertlarimiz sizni xohishingizga qarab shaxsiy travel plan tuzib berishadi.